Arifmetik kvadrat ildiz va uning xosalari. Yangi mavzu, yangi bo'lim boshlayapmiz sizlar bilan. Jiddiy qaraysizlar. Oddiy mavzu mavzu. Muhim mavzu va ozgina murakkabroq mavzu. Murakkabligi hozir bilinmaydi, keyinchalik bilinadi. Hozirgi bu safargi mavzuyimiz juda osonlik bilan ishlanadigan misollar. Boshlanishi hammasi oson bo'ladi. Misol uchun tenglamani ham, tenglamlar sistemasini ham boshlanishi juda oson bo'lib, oxirlari qiyinlashibgina. Bu mavzuni bugungi mavzusi o'ta oson mavzu. Darajaga ko'tarish bilamizmi? O'sha mavzuni teskari. Tushunasiz. Video bosganmi yo qoldi? Oldingi darslarimizda darajaga ko'tarish, kubga ko'tarish, 4-darajaga ko'tarishlarni o'rgandik. Bu safar endi orqaga qaytaramiz. Bizda bor ediki x demaylik, 12 ning kvadrat desa nima derdi? 12 ni 12 ga ko'paytir degani natijamiz 144 chiqadi. Yoki bo'lmasam 6 ning kubi desa 6 ko'paygan 6 bo'lib turib 216 bo'lib qolardi. Bu darajaga ko'tarishdir. Endi shuni orqaga qaytarish desa, bizda hozircha kvadrat ildiz, ya'ni kvadrat nima degani edi? 2. Ikkinchi darajali ildiz degani. Ya'ni endi bizga bunaqa qilib berar ekanda, ildiz qilib. Shu ildiz ichiga necha yozadigan bo'lsa, masalan 144 desa, mana shu ildiz ichida turgan son nechining kvadrati? 12. Shu narsani so'raydi. Bu darajaga ko'tarish o'rgandik-ku, endi shuni orqaga qaytarib berdik. 144 nechining kvadrati edi desa, 12 ni deb qo'yamiz bu. Kvadratni ochmasmi? Yo'q. Mana bunday vaziyatda 12 ning kvadrati deysan, 144. Buni kvadrat bilan buni ildiz deyishib ketadi. Tushunarli? Shunda 12 bo'ladi. Xuddiki bunday vaziyatda 2 ko'paygan 1 taqsim 2 nima chiqardi? 1 chiqarildi. Shu ham 1 chiqadi, 12 darajasida 1 bo'lib qoladi. Tushunarli? Bu bilan bu bir-biriga qarama-qarshi ishora. Plus bilan minus deganda gap. Ya'ni kvadratimiz plus deb tasavvur qilsak, ildizimiz minus narsa. Tushunarli? Bu darajaga ko'taryapti, bu ildiz olyapti. Mana shu narsani ildiz deydi. Va mana ichida turgan soni ildiz ostidagi ifoda deydi. Mana shunaqa, ildiz ostidagi ifoda. Endi yana bir tushuntirib ketiraman. Agar mana bu yerga hech narsa yozmasa, bu nimaning kvadrati degani bo'ladi. Ya'ni shu yerga hech nima yozmasa, ikkisi bor deb tasavvur qilasiz. Nimani qaysi sonning ikkinchi darajasi degan. Endi shu yerga aytaylik 3 yozib qo'yadigan bo'lsa, 3 yozib turib 8 desam. 8 nechining kubi? Tushunarli? Xuddi shunaqa degan savol bo'ladi. Yoki bo'lmasam 4-daraja yozib turib 64 desa, 64 nechining 4-darajasi? 4. Tushunarlimi? 4-darajasi bo'lib turibdi. Mana yerga yozgan narsa soni nechinchi ildiz olishni bildiradi. Tushunasizlarmi? Agar 10 deb turib bunday qilib qo'ysa-da 1024 desa. 2 ning 10 darajasi 1024 desa, 2 ning 10-si 1024 chiqadi deb qo'yamiz. Tushunarlimi? Lekin bizga hozir faqat mana bunisi beramiz. Ya'ni mavzuyimiz kvadrat ildiz deyapti. Yuqorilamaydi, hozircha yuqorilamaydi. Ularni moslashtirib olish uchun faqat ikkinchi daraja qilib beradi va mana yerga hech nima yozmaydi. Hech nima yozmasa, demak ikkinchi daraja bor. Tushunarli? Kvadrat ildizdan chiqazib qo'ysang bo'ldi. Nimaning kvadrati degan bo'ldi. Tushunarli, bu ma'nosi, bu belgining ma'nosi nimaligini tushundik. Endi xossalar bor ekan. Xossalari bor ekan. Birinchi xossasi aytadi. Ildiz ostida a ni kvadrati deydigan bo'lsa, ildiz ostida a ning kvadrati desa. Hozir aytdim, kvadrat bilan mana ildiz deyishib ketib turib, a ni o'zi qoladi. Birinchi xossasi shu. Va xuddi shuni xossani davom ettiradigan bo'lsak, mana yerda n-chi daraja ildiz ostida n-chi daraja. A ni n-chi desa ham n bilan daraja deyishib ketarkan qanaqa bo'ladi? Hozirgi o'xshaydi-da, 2 ning kubi deb turibmiz-ku, 2 ning kubi kubinchi ildiz ostida turibdi. Kub bilan ildiz yeshib ketadi, 2 ni o'zi qoladi. Xuddi shu narsa.
Ikkinchi xossasi. Ildiz ostida A'ni ko'paytiraylik ildiz ostida B'ga. Ya'ni bir xil ildiz ostida turgan ikkita sonni bir-biriga ko'paytirishda ikkovini bitta ildiz ostiga olishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Ikkalasini bitta ildiz ostiga olishimiz mumkin. Bu nima degani? Masalan, ildiz osti 2 ni, ildiz osti 2 ni. Ildiz ostiga 8 ga ko'paytirib ber desa, nima ish bajaramiz? Ildiz osti 2 dan necha chiqadi? 16. Ildiz osti 2 dan chiqmaydi. Ildiz osti 8 dan 8 nechining kvadrat? 2 ni. 8 nechining kvadrat? Ichkari sonning kvadrat emas-a? Shunaqa vaziyatda bitta ildizga olar ekanmiz-da ko'paytirishga. 2 ko'paygan 8 deb yozar ekanman. Shunda 2 kere 8 necha bo'ladi? 16. Ildiz osti 16, ildiz osti 16 dan 4 chiqadi deb qo'yamiz. Tushunarlimi? Do'mma doimo chiqmaydigan narsa beradimi? O 8 misol uchun chiqmaydi kvadrati. Ha, chiqmaydigani ham beradi, chiqadigani ham beradi. Chiqadigan bo'lsa, shunchaki chiqaveramiz. Masalan, ildiz osti 16 deb bersa, birdaniga 4 deb yozib ketsak bo'ladi. Bo'ladimi? Uchinchi xossasi. Ildiz ostida A'ni bo'laylik ildiz ostida B'ga. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi. Ildiz ostida A taqsim B deb yozib olishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Bitta ildizga borish mumkin. Ko'paytirish va bo'lishda bitta ildizga borishimiz mumkin. Tushunarli? Xossasi. aldirasizlar. To'rtinchi xossasi. A ko'paygan ildiz ostida B bo'lsa. Ya'ni boyagi so'ragan savol. Bittasi ildizdan chiqadigan son bo'lsin, bittasi ildizdan chiqmaydigan son bo'lsa, nima qilamiz? Shunaqa vaziyat bo'lsa, nima ish bajaramiz desa, mana A'ni borku, ildiz ichiga kiritib olishimiz kerak bo'lib qoldi. Shunaqa vaziyatda nima ish bajaramiz desa, mana A ildiz ichiga mana yerda nima turgan bo'lsa, o'shaning darajasi bo'lib kiradi. Tushunarli? A kvadrat B bo'lib kiradi. Va mana bundan kelib chiqqanda ildiz ostida 144. 144. Ildiz ostida 12 ning kvadrati dedikmi? Bundan nima chiqdi? 12 chiqdimi? Bu tomonga yurishni bilgan odam orqaga qaytishni ham bilish kerak. Shuni yana orqaga qaytarib qo'yamiz. Ya'ni mana A nima edi o'z boshida? Ildiz ichiga kirsa A kvadrat bo'ladi. Ana shunday bo'lib kirdi. Buni undaq qilib desam bo'ladi. Ildiz ostida A ning kvadrati desam bo'ladi. Ko'paygan ildiz ostida B desak. Bu birinchi xossada o'rgandik. Bitta ildiz bo'lsa, bir xil ildiz bo'lsa, bitta ildizga borsak bo'ladi. Ildiz ostida A kvadrat B qilib yozsak bo'ladi. Va endi mana shu xossadan orqaga qaytishni ham o'rganaylik dedim. Mana shunaqa vaziyat bo'lsa, bunga olib kelib qo'yishni ham bilish kerak. Masalan, ildiz ostida 50 degan son turibdi. Shundan ildiz chiqarib berdi. Qanday chiqaramiz? 50 turibdi. Mana xossani ishlatamiz, qarang. 50 ga necha ko'paygan necha deb olsam bo'ladi? 25 ko'paygan 2, to'g'rimi? 25 dan necha chiqadi? 5. Mana bu xossaga tushib qolyapti, 5 ning kvadrati ko'paygan 2. Mana narsa turibdi, bitta narsaning kvadrati ko'paygan boshqa narsa. Bundan nima chiqadi? 5 ko'paygan ildiz 2 deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Natijamiz mana shunday tugaydi. Bolalar, qaysidir sondan ildiz chiqmay qolsa, undan ildiz chiqarishimiz shart emas. Mana shunday ildiz osti 2 yoki ildiz osti 3 deb yozib qo'ysak bo'ldi. Bizdan aynan ildiz osti 3 dan necha chiqadi degan savol bermaydi. Berishi mumkin, taqriban hisoblanadi. Bu keyinchalik birorta sonlarni taqqoslashda yoki taxribiy hisoblashlarda kerak bo'lib qoladi xolos. Ildiz osti 2 dan taxminan 1 dan kattaroq son chiqadi. Tushunarli? Lekin aniq qiymati bizga qiziq emas. Bo'ladimi? 4-xossasi ketdi. Endi 5-xossasi bor ekan. Mana ko'paytirish uchun ishlatdik va ildiz ostida A ga ildiz ostida B ni qo'shib bir xil ildiz ostiga olishimiz mumkin emas ekan. Tushunarlimi? Bunaqa holat mumkin emas ekan. Faqat ko'paytirish yoki bo'lishdagina bu holat o'rinlangan xolos. Ya'ni ildiz ostida A plus ildiz ostida B ni ildiz ostida A plus B deb yozib olishimiz umuman mumkin emas ekan. Masalan, ildiz ostida 5 ga ildiz ostida aytaylik 4 ni qo'sh desa, buni yozib turib ildiz ostida 5 plus 4 9 bo'lib qolar ekan deb 3 yozib qo'yishimiz xato ekan. Tushunarli?
5 ga 4 qo'shsak 9 ku, 9 dan 3 chiqar ekan, eshitding? Umuman xato. Tushundingmi? Faqat ko'paytirish bo'lgandagina buni bittingizga olishimiz mumkin. Qo'shish yoki ayrishda mumkin emas ekan. Bo'ladimi? Navbatdagi xossasi. Yana qanaqa xossasi bor edi? Bo'ldi, hozircha shular. Endi ildizli ifodalarni soddalashtirish degan narsaga kelib qolishi mumkin. Ildizli ifodalar, misol uchun, bundaqa sonlar kelib qolsa, bular ustida qanaqa amallar bajariladi. Masalan, bersada 5 ildizosiga qo'shilgan 3 ildizosida 7 ayrilgan 2 ildizosida 2 qo'shilgan aytaylik ildizosida 7 dedi. Mana shuni soddalashtirib ber dedi. Shuni soddalashtirib ber desa nima ish bajaramiz? Biz oldingi mavzularimizda algebrai ifodalar degan mavzu o'tganmiz, to'g'rimi? Masalan, bizga berardi 5a qo'shilgan 3b minus 2a qo'shilgan b desa nima ish bajarardik? A ga a ni, b ga b ni qo'shardik, to'g'rimi? 5a dan 2a ni ayirsak 3a bo'lib qolardi, 3b ga b ni qo'shadigan bo'lsak 4b bo'lib qolardi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'larmidi? Xuddi shu qoida ildizda ham bo'ladi. Ildiz ostidagi sonlar bir xil bo'lganlarini bir-biriga qo'shib aylayman. Ya'ni ildiz osti ikki qatnashgani bilan ildiz osti ikki qatnashganini bir-biriga sherik qilaman. 5 ildiz ostidan 2 ildiz ostiga ayirsak 3 ildiz osti 2 qoladi. Endi ildiz osti 7 qatnashganlarni bir-biriga qo'shadigan bo'lsam 2 ildiz osti 4 ildiz ostidan 7 bo'lib qoladi. Nimaga 2? Qo'shish ko'p. Tushunarlimi? Mana shu xossa bo'lar ekan. Tushunasizlar? Ildiz ostidagi ifodalarni qo'shish ayirishi, tushundinglarmi? Ya'ni algebrai kasrlarda mana harfiga qarardik va harfi bir xil bo'lsa qo'shib ayirardik. Ildizli ifodalarni ham ildiz ostidagi ifodasi bir xil bo'lganlarini bir-biriga qo'shib ayirishimiz mumkin ekan. Ha, ko'paytirish bo'lsa mayli. Ko'paytirishda ko'paytirilaveradi. 3a ga 4b ni bir-biriga ko'paytirib olsak bo'laveradi. To'g'rimi? Lekin qo'shish ayrishda faqat 3a ga a'si borlarini qo'shardik. Yoki 4b ga faqat b'si borlarini qo'shardik. To'g'rimi? Xuddi shu narsa. Va yana mayli mavzudan oldinlaymiz. 3a kvadratga 3a ni qo'shishimiz mumkinmidi? yo'q. Yo'q-da. Xuddi shunga o'xshab 5 ildiz 2 ga qo'shamiz. 3 kubinchi ildiz 2 ni qo'shib bo'lmas ekan. Mana shunaqa qolar ekan. Tushundingmi? Ya'ni darajasi ham bir xil bo'lishi kerakmi qo'shishimiz uchun? Buni ham ildizlari bir xil bo'lishi kerak. Bu ildiz ostida turibdi, bu kubinchi ildiz ostida turibdi, 3-ildiz ostida. Bir xil emas-a? Qo'shib bo'lmas ekan. Tushundingmi? Xuddi shu narsalarni hozir misollarda ko'ramiz. Endi kitobinadagi birinchi savoldan boshlab 4-savolgacha ishlayapsizlar. To'g'rimi? Chunki ildizdan chiqarish kerak. Ildiz ostida 121 dan nechta chiqadi? Bo'ldi, tugadi misolimiz. 5-sini ko'rib bering. Ildiz ostida 12 ko'paygan. Ildiz ostida 75. Mana shu sonlardan qanday ildiz chiqarishimiz kerak? Ildiz ostida 12 ko'paygan. Ha, birinchi navbatda bitta ildizga olamiz. Ildiz ostida 12 ko'paygan 75 dedim. Endi savol sizlarga. 12 ni 75 ga ko'paytirib kimdan ildiz olish kerak? Yo'q. Qaranglar, hozir 12 ni 75 ga ko'paytirish bitta, tamommi? Bu nimani kvadratligini topish ikkinchi muammo. To'g'rimi? Shunda, masalan, bundan kattaroq son berib olish mumkin. Kattaroq son bersa, shunaqa vaziyat bo'ladiki, u nechining kvadratligini bilmay qolamiz biz. To'g'risida, hamma narsaning darajasini o'tlab chiqish muammo-ku, to'g'rimi? Masalan, 39 ning kvadrati desa, 39 kvadrati nechiligini men bir-biriga ko'paytirib ko'rib bilishim mumkin, to'g'rimi? Lekin 39 kvadratini yozib, shu nechining kvadrati desa, men qaysi songa bo'lishim muammoda. Qaysi songa bo'ladi? Qiyin-da uni topish. To'g'ri topish mumkin, lekin oshiqcha ish. Shuning uchun shunaqa misollarda ko'paytirish kelib qolsa, bir-biriga ko'paytirishga shoshilmang. Ya'ni ildizdan chiqarish kerak va shunaqa ish qilingki, mana bu qoida ishga tushsin sizlarga. Ya'ni 12 ni nechining kvadrati birorta sonning kvadrati ko'paygan nimani ko'rishni yozib olamiz. Qaysi sonning kvadratiga bo'linadi? 4 kere 3 12 ni yozaman endi.
12'ni yozaman. 4 kare 3 deb. To'g'rimi? 4'dan 50 chiqadi. 3 mayli turib tursin. Endi 75 nima deb yozamiz? 25 kere 3. 25 kere 3. Nimaga 25 dan 5 yıldız chiqadi? Ko'paygan 25 ko'paygan 3. Endi 4 dan necha chiqadi? 2. 25 dan 5 chiqdi. 3 dan nima chiqadi? 3 chiqdi. Mana ildizimiz yo'qolib ketdi. Tushunarli? 30. Natijamiz 30 bo'lgan ekan. Tushunarli? Hozir 12 ni 75 ko'paytirsak nima edi? 9 chiqar, 9 dan necha chiqishini bilardik. 30 chiqardi. Lekin boshqa son berib qo'ysa qiynalib qolardik. Tushunarli? Mana shu usuldan foydalanamiz. Bo'ladimi? Bitta ildizga olamiz. Birinchi navbatda bitta ildizga olamiz. 50 ko'paygan 242 deb yozdim. Keyinchi 25 ko'paygan 2. 25 ko'paygan 2 deb yozdim. 25 ko'paygan 2. Endi 242 ni 121 ko'paygan 2. Nimaga 121 dan 11 chiqadi? 121 ko'paygan 2 deb yozdim. 25 dan 5 chiqdi. 121 dan 11 chiqdi. 2 dan 2 chiqdi. 110. 110 kvadratni nechiligini kim biladi? Yo'q bo'lsa. Nimaga yo'q? Yo'q, 110 kvadrat. 110 kvadrati, 11 kvadrat 121. Bundan chiqariladi. Agar shu sonni ko'paytirganimizda mana shu son chiqariladi. Shuni. Bitta deb bera olamizmi? 110 kvadratlik. Mana. Qo'shib. Nimaga 3 ko'paygan? Nimaga 3? Qo'shib. Qarang. Maqsad nima? Ko'paytirishga ajratishdan maqsad qaysidir nimani ildizdan chiqarish, to'g'rimi? Ildizdan chiqarish. Qaysi sonning kvadratiga bo'linadi degan savol berildi birinchi navbat. Xuddi mana yerda 12 ni ajratdik-ku. 12 4 kare 3 dedik-a. Shuni 6 kare 2 deganimizda nima bo'ladi? Nimaga? 6 dan ham chiqmaydi, 2 dan ham chiqmaydi. O'zi 12 ni 2 taga ajratishdan maqsad nimanidir kvadratini chiqazib olishida, to'g'rimi? Ha, 6 dan ham 2 dan ham chiqmaydi-ku. Nechga nechta bo'lsa bo'ladi? Nechiga bo'linadi deylik? Aniqroq. 4 ga bo'linadi. Chunki oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'lyapti. 4 ko'paygan. Markerlarimiz 4 ko'paygan 1296 ni 4 ga bo'lsak 3 20 to'g'rimi? 324 chiqdimi? 4 dan 50 chiqaz olamiz. 2 chiqdimi? Mana sonimiz ancha kichkinalashdi. 1296 emas, endi 324 haqida gaplashamiz. 324 dan ham necha chiqishini bilmayapman. Yana ko'paytirishlarga aytaman. Yana 4 ko'paygan 81 desam bo'ladimi? Endi bu oson bo'lib qoldi, bu sonimiz. 4 dan necha chiqadi? 2 chiqadi. 2 chiqadi. 81 dan 9 chiqadi. Demak 4 kere 9 36. Mana 36 kvadrat 1296 bo'lgan ekan. Tushundingmi? Katta sonlardan qanday ilduz olishimiz kerak? Birinchi navbatda bo'ldi. 4 ga bo'lib ko'ring-a. Bo'linmasa 9 ga bo'lib ko'ring. Yoki bo'lmasa boshqacha usul bor. Ilduz chiqadigan usul. 2 ga bo'lib ko'ramiz. 2 ga. Narigini 2 bo'lsa. Yo'q. Masalan, 2 ga bo'lganimizda Yana oxirgi keyingi sonimiz bor-ku, nimanidir kvadratiga kelib qolsa bo'ldi. O'shani deb yozamiz. 2 ga bo'linmadi. Hali ikkalasi ham ildizdan chiqmaydigan son bo'lib qoldi. 3 ga bo'lamiz. Shuni 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lganimizda yonidagi sheriga ildizdan chiqadigan son bo'lsa, davom ettiramiz. Monga o'xshab. Agar chiqmaydigan son bo'lsa, keyin 4 ga bo'lamiz. Mana hozir 4 ga bo'lsak, aniq chiqadi agar 4 ga bo'linsa. Chunki nimaga 4 dan o'zi ildiz chiqadi. Mana yerda qildik-ku, 4 ko'paygan 324 deb oldik-a. To'g'rimi? 4 dan ildiz chiqdi-da, mana sonimiz kichkinalashdi. Sonni bor-ku, iloji boricha kichkinalashtirsak, oxirida oddiy bunaqa son kelib qoladi. Ya'ni 1 dan boshlab 10 gacha bo'lgan sonlarning kvadratiga kelib qoladi shu. Tushunarli? Iloji boricha sonimizni kichkinlashtirib boramiz. Qanday desa, qaysidir sonning kvadratiga bo'lib boraveramiz. 2 ning kvadrati 4 ga, 9 ga, 16 ga bo'lib boraversak, bu sonimiz o'z-o'zidan kichkinlashib boraveradi. Bo'ladimi? Bitta izosiga olamiz. Bitta izosiga olamiz, mana qoida. 3-qoida.
bitta ildizni olsak 63 taqsim 700 a. Endi buni qisqartirib olsak bo'ladi. Qisqartirsa necha bo'ladi? 10 100 taqsim 100 u 100 9 10 bo'ladimi? 2 ga bo'lib yubordi. To'g'rimi? Endi bu muammo bo'lmay qoldi. 100 dan necha chiqadi? 10 9 dan 3. Buni tugatib misol. Bo'ladi? qisqartirib olsak ham muammo. Ha, ildiz ostida nima qilsang bo'laversan. Kasrda nima ish bajararsang bajaraverasan, faqat shu narsa ildiz ostida bo'ladi. Ya'ni, bunaqa vaziyatda nima desak bo'ladi? Kichikroq songa bog'liq. Tashqarida nima ish bajararsang, o'sha ishni bajarasan, faqat oyoq kiyiming bo'lmaydi ichkarida. To'g'rimi? Misol uchun uy ichida. Uy ichida deylik. Uy ichidan tashqari chiqishni nima qilish kerak? Oyoq kiyim kiyib olish kerak. Buni oyoq kiyim kiyishi ildizdan chiqarib olish kerak. Lekin uy ichida nima ish bajararsang, bajaraverasan. Noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Kasrni noto'g'ri kasrga aylantirish bilamiz. Aytaman, nima ish bajarsak, o'sha qoida ketadi, faqat ildiz ostida belgisi bo'ladi. 16 dan necha bo'ladi? 49 bo'lib qoldimi? Endi 49 dan necha chiqadi? 16 dan 4. Bo'ldi, tugadi misol. Bizda ikkita variant bor. Birinchisi 17 ning kvadratini hisoblash, keyin 15 ning kvadratini hisoblashda bir-biridan ayirish. Lekin biz qisqa ko'paytirish formulalarini bekorga o'rgatmadik-da. Kvadratlar ayirmasiga tushadi. Bir marta ayiramiz. Bir marta qo'shamiz. Shunda ayirganimiz ne chiqadi? 2 qo'shganimiz 32 mi? 32. 64 bo'ldi. 64 bo'lib qoladi. 64 dan 8 chiqishini bildinglar. Kelinglar biz mana qiyin misollarda o'rgangan usulimizdan foydalanib chiqazamiz ildizni. 32 dan necha chiqishini bilmayman. Nima qilamiz? 4 2 ko'paygan. 2 ko'paygan 16 deb yozdim. To'g'rimi? 2 kere 16 miz 30. 2 dan necha chiqdi? 2 chiqdi, to'g'rimi? 4 2 kere 2 4 bo'lib qoladi. 54 dan 2 chiqdi. 16 dan 4 chiqadi. 2 kere 4 8 bo'lib qoldi. Tushundingmi? Buni mana shunday qilib ishlaymiz. Do'stlar yozib oling, keyin davom ettiramiz. Bunaqa misollarni qanday ishlaymiz? Xo'p, kvadrat ildiz degani nimanidir kvadratlar? Kvadratni ildiz yo'q bo'lib ketadi, to'g'rimi? Demak, mana yerdagi darajalar bor-ku, kvadratning nimadir darajasi yozaveradi. Masalan, 2 ning 4-sini 2 ning kvadratining kvadrati desam bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu darajaga qatnashtirishim kerak, chunki ildizma yo'q bo'lib ketadi. Shundan deb yozaman. 2 ning kvadratining kvadrati ko'paygan 5 ning kubining kvadrati desak bo'ladimi? To'g'rimi? Kubining kvadrati. 5 ning kubining kvadrati 5 ning 6 bo'ladi. Darajani darajaga ko'tarishda ko'paytiriladi. To'g'rimi? Endi mana ildiz kvadratdan bu ildiz, bu bilan bu ildiz yo'q bo'lib ketadi. To'g'rimi? 2 ning kvadrati. 2 ning kvadrati to'g'ri qoldi, 5 ning kubi 125 qoldi. Hisoblasak 600 bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa ishlatamiz. 7 ning kvadratining kvadrati ko'paygan 5 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kvadratining kvadrati deb yozdik. Qisqaradi, ko'payadi kvadratlar. Kvadratlar ketdi. 7 ning kvadrati ko'paygan 5 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kvadrati qoldi. To'g'rimi? 49 ko'paygan 25 ko'paygan 9 ni hisoblab qo'yasizlar. Bo'ladimi? Bu misollarda qaranglar. Sizlar endi sal yodlashingiz kerakki, birdan boshlab 20 gacha bo'lgan misollarning kvadratini yodlab olishingiz kerak. Agar yodlamasanglar qiynalasiz. Sizlar birdan boshlab 20 gacha. 11 gachasini bilasizlar. Yo'q, uni ham yodlab olsa bo'ladi. Qanday yodlayman, bilmayman. Siz ko'paytirib chiqasiz. 12 kere 12, 13 kere 13, 14 kere 14, 15 kere 15, 16 kere 16, 17 kere 17. Shularni yodlab olishni kerak. Nimaga desa, hozir 169 dan necha chiqishini bilishingiz shart endi. Yo'q. 169 dan 10 chiqadi. 13 121 dan 11 chiqadi. Bo'lgan 8. Ne bor deb hisoblashib qoldik, birinchi mavzuga qaytarib qo'ydik. 24 To'g'rimi? Oddiy misol bo'lib qoldi. 13 ga 10 qo'shadigan bo'lsak, 24, 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 3. Bu birinchi mavzuyimiz, meditsina birinchi mavzuga qaytib qoldik. Bo'ladi.
Birinchi tepanchi oladi. Ama shuni ishdingizmi? Qanday bu qo'shishga bo'lmaydi-ku. Qo'shib, birinchi qo'shilamiz. Qanday qo'shamiz? Ko'rinchi holatga Mayda olamiz. Mayda olamiz. Qanday? o 45'i Hop, 4 kere 9 kere 5. 9 kere 5 deb yozdim. 20'ni 4 kere 5 kere 5. 20'ni 4 kere 5 dedik. Mahrajda 125'i 5 Beş kere hop 5 ko'paygan 5 'ni 25 da. To'g'rimi? 9dan ne chiqadi? 3 izosida 5 qo'shilgan 4 2 izosida 5 mi? 4dan 2 chiqdi. To'g'rimi? Pastda 5 izosida 5. Nima dedik? Bular qo'shiladi dedik-a? Chunki bizlar bir xil turibdi. 5 izosida 5 taqsim 5 izosida 5. Yana bir bo'lsa qoldi-ku. Endi tasavvur qiling-a, bir chiqmadi-da. Bu 20 izosida 5 u. Bu tomonda 5 izosida 5 turibdi. 4 chiqarib chiqqan. Qo'shish, ayirish yo'q. Shunaqa vaziyatda nima qilamiz? Izosida 5 ni qisqartirib olishimiz mumkin. To'g'rimi? Chunki ko'paytirish-ku. 20 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 4 chiqadi deb yozib qo'yamiz. Bo'ladimi? Demak, bu Tepasi hammasi 3 kere nechadir deb yozasak. hop, nima qilamiz? Tepasi hammasi 3 ga karali ekan deb Almazbek ko'ryapti. 3 kere 4, 3 kere 9, 3 kere 4 plus 3 kere 9 qo'shilgan 3 kere 25 deb yozdim. Bo'ladimi? 1/8 da 3 ga bo'lsak. 36 ko'paygan 3 mi? 48 3 ga bo'lsak. 16 mi? Bo'ladan 4dan ne chiqadi? 2 izosida 3. Bunisidan 3 izosida 3. Bunisidan 5 izosida 3. Bunisidan 6 izosida 3. Bunisidan 4 izosida 3. Hisoblasak necha? 10 izosida 10 izosida 3. Pastda 10 izosida 3. Natijamiz 1 bo'ldi. Tushunarli-a? Nima ish bajaramiz? Nima degani? Ko'paytirib chiqamiz. 2 ko'paygan izosida 3 ko'paygan izosida 3 plus 2 izosida 12 ko'paygan izosida 3 barobar. Necha degani bu? 9 dan necha chiqadi? 3 2 kere 3 6 bo'lib qoldi. To'g'rimi? Yoki maydalab yozamiz mana. 2 ko'paygan 3 2 tadan bitta 3 chiqdi. Qo'shilgan 2 ko'paygan 12 kere 3 36 dan 6 chiqdi. 2 kere 3 6 qo'shilgan 12 demak 18 deb yozib qo'ysak bu. Tushunarlimi? Oson mavzu ekan. Mana shu misol. Endi sal bo'lsa ham ildizicha kirib kelamiz. Ya oxirgacha 121 dan necha chiqadi? Izosida 4 dan necha chiqadi degan savol berilmaydi-da. Bunaqa sal murakkabroq savol beradi. Bu aslida eng oson savol. Ildizicha misol. Sizga ko'paytirish formulalarimi? A plus b ning kvadratimi? O'shanga qo'yib yozaman. Izosida 3 ning kvadrati qo'shilgan 2 ko'paygan izosida 3 ko'paygan 2 qo'shilgan 4. To'g'rimi? Minus izosida 3 ning kvadrati plus 2 izosida 3 plus 1. To'g'rimi? Izosida 3 ning kvadratidan necha chiqadi? 3 chiqdi plus 2 kere 2. 4 izosida 3 plus 4. To'g'rimi? Endi minus tasdir etiraman. Izosida 3 ning kvadratidan 3 chiqdi-da minus 3 bo'lib qoldimi? Minus bo'lib qoladimi ham? 2 izosida 3 o'zini yozaman. Minus 1. 3 dan 3 ni ayirsak 0. To'g'rimi? 4 dan 1 ni ayirsak 3. To'g'rimi? 4 izosida 3 ga ayiramiz 2 izosida 3 ni. Minus 2 izosida 3 bo'ldi misolimiz tugadi. Tushunarlimi? Ha? 4 dan 1 ni ayirsak 3 chiqdi-ku. Tushundinglarmi? Mana shunday qoladi. Ildizdan chiqmaydigan misol bo'lsa shunday qoldiramiz. Birinchisi bitta plusli bitta minusli. Nima degani edi bu? Izosida 3 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati debdi. Buni endi ayirmaning kvadratiga qo'yib olish chiqaman. Izosida 3 ning kvadrati ayrilgan 2 izosida 3 plus 1.
To'g'rimi? 163 ning kvadratidan ne chiqadi? 3. 169 da bunaqada qaranglar. Buni kvadratik ko'tarishni shart emas. Nimaga? Kvadratni ildiz eshib ketdi-da, mana shu ildiz ostidagi son qoldi deb qo'yamiz. Nimaga bunaqa deyapman? Hozir ildiz ostida aytaylik 29 ning kvadrati desa, 29 kvadratga ko'tarib men hisoblamayman-da. Kvadratni ildiz eshittirib olinglar bo'ldi. Ildiz ichida nima turgan bo'lsa o'sha son chiqadi. Tushundinglarmi? Bunaqa vaziyatda ildiz ostida 121 ning kvadrati desa, sizlar hozir 121 kvadratni hisoblashni shart emas. Shunday kvadratni ildiz eshittirib tashlaganda 121 chiqadi deydi, bo'ldi tugan. Hozirgiday 163 ning kvadratidan 3 chiqdi. Minus 1. Qo'shilgan bundan 3 minus 2 ildiz ostida 3 plus 1. Birlar ketdi-da, 3 shuni qo'shadigan bo'lsak 6 minus 2 ildiz ostida 3 deb yozib qo'ysak. Mana shu nima ishlayapti? Formulaga tushyapti, faqat alohida ildiz turibdi. Qavus qilib. Birinchi xoslarni o'rgandik-a? Mana xoslar. Ildiz ostida a ko'paygan ildiz ostida b ni biz ildiz ostida a ko'paygan b deb yozsak bo'ladi degan. Shuni bitta a desak, buni b desak, ildizda turibdimi? Ko'paytirish turibdimi? Bitta ildizga olamiz. 4 minus ildiz ostida 7 ko'paygan 4 plus ildiz ostida 7 deb yozib oldim. Mana endi formula chiqib qoldimi? Ildiz ostida 4 ning kvadrati minus ildiz ostida 7 ning kvadrati bo'lib qoldi. 16. 4 ning kvadrati 16, ildiz ostida 7 ning kvadrati 7. 16 dan 7 ni ayirsak 9 mi? 9 dan 3 chiqdi. Bo'ladimi? Birinchi so'zni Ildiz ostida 5 turib tursin. Buni bitta qavsga olaman. 8 minus ildiz ostida 19, 8 plus ildiz ostida 19. Nimani berdi bu? Ildiz ostida 5 ko'paygan ildiz ostida 18 ning kvadrati minus ildiz ostida 19 ning kvadrati. To'g'rimi? Ildiz ostida 5 ko'paygan 18 kvadratini hisoblaymiz endi. 8 ning kvadrati. Ha, 8. Buni 18 ga yozamiz. 8 ning kvadrati 64 ayrilgan 19 ga barobar. Ildiz ostida 5 ko'paygan 64 dan 19 ayirsak 5 45 mi? Endi yana bitta ildizga olamiz. 5 ko'paygan 45 ni 9 kara 5 dedim. 5 ko'paygan. Shunda nima qoladi? 5 ko'paygan 3 bo'lib turib 15 bo'lib qoldi. Nima ish bajarsak bo'ladi valloh. Bitta qavs. Qaranglar. Qavs kelsa nima ish qaysidan boshlardi? Eng ichkaridagi qavsdan. Mana shu bitta qavs deb tasavvur qilinglar. Eng ichkaridagi qavsdan, ya'ni eng ichkaridagi ildizdan boshlaymiz. Qolgani turib turadi. 5 plus ildiz ostida. Bitta ayirish, bitta qo'shishga tushyapti. 98 ayrilgan 23. 98 qo'shilgan 23. Manbalikda 75. To'g'rimi? Mendan farqlay olasizlar. Qo'shilgan ildiz ostida 5 qo'shilgan 98 ni 23 dan ayirsak 75 ko'paygan qo'shadigan bo'lsak 121. 75. Manbalikda 75. 75lar ketdi, ildiz ostida 121 qoldimi? 121 dan nima chiqadi? 11 chiqadi. 5 plus 11. Ildiz ostida 16 bo'lib turib ne chiqadi? 4 chiqadi. Tushunarlimi? Chiqarishdan boshlaymiz. Eng ichkarisidan boshlaymiz. Birinchi turib turadi. 50 taqsim 9 ko'paygan. Hop, ildiz ostida 96 22 minus 10. 22 minus 10 22 plus 10 barobar 50 taqsim 9 ko'paygan ildiz ostida 96 12 ko'paygan 32 12 bilan 96 qisqaradi. barobar 12 bilan 96 ni qisqartirsak nechta qoladi? Menda 8 qoldimi? 8 bilan 32 qisqartirsak qoladi. 50 taqsim 9 ko'paygan ildiz ostida 1 taqsim 4 bo'lib qoldi. To'g'rimi? Endi 1 taqsim 4 dan necha chiqadi? 2
ikkidan bir. 2'dan 1 qoladimi? 50 bilan 2 ni qisqartirsang nima bo'lib qoladi? 25 taqsim 9 mi? Bu 5 taqsim 3 degan. Tushunarlimi? Tushundingmi? Endi bunisi. Buni qavsga tursin. Yuz ostida 18 qo'shilgan yuz ostida 31 taqsim 59 turadi. Ko'paygan. Yuz ostida 45 ayrilgan 14 45 qo'shilgan 14 bo'lib qoldimi? To'g'rimi? Yuz ostida 18 qo'shilgan. Buni ikkalasini bitta yuzga olsa bo'ladimi? To'g'rimi? Chunki ko'paytirish-ku. Yuz ostida 31 taqsim 59 ko'paygan 45 ni 14 ayirsak 31 ko'paygan 59 mi? 59 59larni qisqartirdik. 2 ta 31 dan nima chiqadi? 31 Bitta 31 chiqdi. 18 qo'shilgan 31. Necha bo'ladi? 49 mi? Bundan 7. Xo'p, 51 haqida nima deyish mumkin? Bu formulaga qo'yib qiynalib qolasizlar. Hisoblab turib. Yuz ostida 13 ning kubini hisoblash qiyin. Yana nima qilsak bo'ladi? Kubini tashlab ichini hisoblab keyin. Kubini tashlab, ichini tashlab, ichini hisoblaymiz, keyin kubni ko'taramiz deydi. Ya'ni ikkalasining ham darajasi bir xil-ku. Mana bu qoida. A kub ko'paygan B kub nima degani edi? A ko'paygan B ning kubi. To'g'rimi? Darajani xossasi bu. O'sha xossani ishlatamiz. Ya'ni yuz ostida 13 ayrilgan 2 yuz ostida 2 ko'paygan yuz ostida 2 yuz ostida 2 plus yuz ostida 13 ning qavsda kubi. To'g'rimi? Taqsim 5. Bu formulaga tushib qoldi. To'g'rimi? Bitta ayirib, bitta qo'shyapti. Yuz ostida 13 ning kvadrati ayrilgan 2 yuz ostida 2 ning qavsda kvadratining kubi. Taqsim 5. Barobar. Yuz ostida 13 ning kvadrati 13 ayrilgan yuz ostida 2 yuz ostida 2 ning kvadratini qanday hisoblaymiz? 2 yuz ostida 2 ning kvadratini qanday hisoblaymiz? 2 ning kvadrati 4 yuz ostida 2 ning kvadrati 2 ko'paytirsak 8 ekanmi? 8 ning kubi. Tushundingizmi? Buni bo'lgan 2 yuz ostida 2 ning kvadrati. 18 dan 13 dan 8 ayirsak 5 ning kubini 5 ga bo'lsak 25. 25 bo'ladi. Tushundingizmi? Nima ish bajaramiz? Nima ish bajarsak bo'ladi? Kvadratga ma'lum. Kvadratga nimaga tushyapti? ha. Oshib chiqamiz. Oshib chiqishdan oldin Maydalaydigan. maydalaydigan. 5 ko'paygan 25. Mana uni qayga illa umumiy ko'paytirishni olib ketaman. 5 mi? Kvadrat turibdi-yu. 5 ning kvadrati bo'lib boshladim. Qani qasam tashqariga. Shunda yuz ostida 17 qo'shilgan 2 yuz ostida 2 ning kvadrati qoldi. Pastdan nechini? Pastdan ham 5 ni 5 ni olib chiqib ketsak 25 qo'shilgan 4 yuz ostida 34 bo'ldimi? Endi 5 ning kvadrati bilan bitta 5 ketdi. Tepada bitta 5 qoldi. Ko'paygan. Buni endi ochib chiqamiz mana shu. Devanning kvadratiga qo'yib. Yuz ostida 17 ning kvadrati qo'shilgan 2 kere 2 4 yuz ostida 2 ko'paygan yuz ostida 17 mi? Qo'shilgan 2 yuz ostida 2 ning kvadratini hisobladik mana. 8. To'g'rimi? Pastda 25 qo'shilgan 4 yuz ostida 34. Barobar 5 ko'paygan yuz ostida 17 ning kvadrati. 17 ga 8 ni qo'shsak 25. 25 mi? 25 qo'shilgan 4 yuz ostida 2 yuz ostida 17 ga ko'paytirsak 4 yuz ostida 34 mi? To'g'rimi? Pastda nima turibdi? 25 plus 4 yuz ostida 34. Nima bo'ladi endi? Bular qisqarar ekan. Natijamiz
Ha? Ko'paytirib chiqamizmi? Yo'q, narsaga tushib qoldi-ku. Qaysi formulaga tushmaydi, shu turishdi. O ana. Ana kublar formulasiga demoqchisan, Ha. ikkinchi qismi to'g'ri kelmayapti-da. Ne qiladi? Demak, birinchisi turib tursin. Biz ostida 5 minus 1 turib tursin. Bu ikkitasidan umumiy ko'paytirish nima? 5. Biz ostida 5 ni olib ketamiz. Biz ostida 5 olib ketsak nima bo'ladi? Biz ostida 3 plus 1 qoladi, to'g'rimi? Bu o'zi biz ostida 3 plus 1 ni bitta qavs deb oldik. Bo'ladi? Biz ostida 3 plus 1. Xo'sh, turishda qisqarmaydi. Biz ostida 5 minus 1 umumiy ko'paytiruvchi biz ostida 3 plus 1 ni olib ketamiz. Bu yerda nima bo'ladi? Biz ostida 5 plus bu yerda 1 qoldimi? To'g'rimi? Biz ostida 3 plus 1. Ana endi mo'lga ketdi. Endi ko'paytmay keldi. 5 birda qo'shib. Bitta ayrim bitta qo'shishga tushib qoldi. Biz ostida 5 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati. 5 minus 1 endi 4. Dastur o'nga ko'paytiruvchi olib ketamiz. Birinchi qavsimiz turib tursin, ha? Tepasi umumiy ko'paytiruvchi nima? 7. Biz ostida 7, to'g'rimi? Biz ostida 7 ni olib ketsak, bu yerda nima bo'ladi? Biz ostida 5 minus biz ostida 3 qoldi. Bunisi umumiy ko'paytiruvchi. Ya, Ikkini o'zini olib ketamiz. Minus 2. Biz ostida 5 minus biz ostida 3 qoldi. Pastda biz ostida 7 minus 2. Adamlar, birinchi qavsimiz turib turadi. Biz ostida 3. Endi umumiy ko'paytirish nima? Biz ostida 5 minus biz ostida 3 mi? To'g'rimi? Egalasini ham bor-ku. Bu yerda qoladi. Biz ostida 7 minus 2 qoldi. To'g'rimi? Bu yerda biz ostida 7 qoldi, bu yerda 2 qoldi. To'g'rimi? Mana biz ostida 7 minus 2. Formulaga. Bu ikkitasi ketdi-da, qolgani formulaga tushib qolyapti. Bitta qo'shib bitayapti-ku. 5 Biz ostida 5 ning kvadrati ayrilgan biz ostida 3 ning kvadrati. 5 minus 3 teng 2. bo'ladimi? Ildizlar mavzusi tushunarli bo'ldimi? 60 da misol ishlay olamizmi? Ha.